Qozini oldiga bir ayol keldi. Hijobli munaqqaba ayol, hijobli ayol keldida erida 500 dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi. Qozi erini chaqirtirdi, ikkalasini yuzlashtirdi. Qarzing bor desa, qarzim yo'q, bermayman dedi. Yo'q qarzim dedi. Ayol kishi hujjat dalilni keltirdi. Qozi dalilga qanoatlandi. Endi eri pulni to'lab berishligi kerak. Endi ana shu qazo majlisida, qozining majlisida guvoh bo'lganlar, endi bu ayol haqiqatan shu kishining xotinimi, xotini emasmi, shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini olsin, ko'raylik deyishdi. Ya'ni shar'iy zarurat. Boyaga adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik, shuni xotinimikin yoki boshqasimikin deganda, haligi g'ayur er yo'q, ochmaylar dedilar. Ochmaylardi. Bo'ldi, men beraman. Shunda erini bunchalik qizg'anganida, bunchalik g'ayurligini ko'rgan ayol guvoh bo'linglar, dunyo oxiratda haqqimdan kechdim dedi.